Assalamualaikum, kanalımıza abunəçilər və 260'lar dostlar. Həməyinizi Navruz bayramı bilan təbriklər qalaman. Xuda xalasa inanın qalxın bu orta olub tutdu gələ verəsə. Videomuzu başından axırına görüb güzət barayınlar. Likelanmasınlar. Kanalımıza yeni görsanızlar kanala abunə olub qoyunlar. Hoş geldin yendi gül, hoş geldin Navruz. Bilmem yuvatına bir ayyama. Hoş geldin yendi gül, hoş geldin Navruz. Bu dostluğun hoşunu geçmiş sana. Hoş geldin yendi gül, hoş geldin Navruz. Gel gelmez yokmuş tabiat. Hoş geldin yendi gül, hoş geldin Navruz. Şurayı şurada kapıştırıyor. Hoş geldin yendi gül, hoş geldin Navruz. Bu dostluğun hoşunu geçmiş sana. Hoş geldin yendi gül, hoş geldin Navruz. Gel gelmez yokmuş tabiat. Hoş geldin yendi gül, hoş geldin Navruz. Şurayı şurada kapıştırıyor. Beğendiğin sümelekini basıp tuttular. Assalamualaikum, Kudüs'te yakışımısız. Hiç şişe. Şu rahmet. Yine sümelekini başla versin bey. Ava yine otel 40 mal yanlış çıkarım. Malades, malades. Yani sümeleklerini basıp tuttular yani acayip yapıyor. Kamera var. Rahmet. Her bir gün bizde eyyam bırakmak nasip etmiyor hocam. Uzakından söndürüyor. Navruz'a eyyamlar mübarek diyor yani. Mumin. Rahmet. Görüntülerinizi Medeniyet Merkezi'nin içinden kensiyet bulup dostaydı. Acayip bayramlar kensiyet bulup. Yurtimizni sevimli va el ardidagi birlari O'zbekiston hamda Qozog'iston xalq artistlari O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston artistlari G'ulomjon Eshik
Acayip. Geleversen Sümeleken bahası gün batacak'a kadar tiyarlı oldu bu. Evet, Sümelek. İki kazanında basit koydular Sümelek. Acayip yapıyor. Melekleri yitirmek için. Ruh eyyamlarımız mübarek uykudayım. Allah canım yurtumuza nezarında savi kudayım. Her bir günümüz bayram olsun. Yıkançlıklarını, bereketini verin yallah canım kudayım. Nezarını savi yurtumuza kudayım. Tinçlik, kudayım hatır cemlik, bu kudayım hemşe. Hemen niyetini ver yallah kudayım. Aynen. Kızımda kaynıydı. Aytın. Pazarlarda melekimi kaynıydı. Onu görüp bilindirem yeniydi. Min bir dertin davasızsan melekey. Yegerlerini tanıcanı yeniydi. Yegerlerini tanıcanı yeniydi. Vaka vakası Melekli kaynaşı Melekli kaynaşı İlahi mu'min. Rahmet. Tayyorman? Men tayyor emasman. 1 3 kesa sanayman, pulingni olasan. 1 Ajim tur. 1 1,5 2 2,5 ha. Qancha dedingiz o'zi? Necha pul? 2,5 million. Bas sana puling tug'ami deyman ha? O'zi 1 million edi. Ha. Yetsintirding-ku. 500 ming so'm. Ha, yaxshi. 2,5 millionmi? Bo'ldi. Tayyorda 3 kesa sanayman, pulingni olasan. 1 1,5 2 2,5 3 ana sana 2,5 million. Hey, masxara bas. Yana 500 ming so'm qolibdi, beraymi? Uni ikkinchi xotiningga ber. Tur yo'q hali. Rahmat, bu masxarabozga bir qarisiga bo'lmasa ketmaydi, bir qarisiga chavib qo'yamiz. Hey, rahmat. Maktabda a'lochi o'quvchilar bormi?
4 tane a'lochi, 2 ta qiz bola, 2 ta o'g'il bola. A'lochi, ba'lochisi shart emas. A'lochi o'quvchilarda 2 ta o'g'il bola. A'lochimisan? 7 kere 8 necha? 18. 18? Toshli matematik bo'ladi shu bola. Kim chiqadi? Qiz bolalarda 2 ta, o'g'il bola. Necha sinf? 4. Geng. Kim chiqadi yana o'g'il bolalardan? Keling yaxshi. Necha sinf? 4. Yaxshi, kelinglar. Qiz bolalardan kim chiqadi? Qiz bola. Qiz bolalardan. Qarang, keling. Iloji bo'lsa bir maktabdan chiqmanglar, boshqa maktablar. Sizlar nechanchi maktab? 27. Yo'q, biringiz o'tirasiz, siz o'tirib oling. Yo'q, siz o'tirasiz. Oxirida chiqdingiz, o'tiring. Boshqa maktabdan kelinglar, boshqa maktab kelingsiz. Jeksan. Kim chiqadi boshqa? Sizmi? Keling yaxshi. Voy, malades. Siz nechanchi maktab? 45, malades. Endi qiz bolalar chiqadi. Kelinglar, kim chiqadi qizlardan? Chiqing. Siz nechanchi maktab? Voy, 27 dan bor, siz o'tiring. Boshqa maktab yo'qmi? 100-maktabmi? Yo'qmi? Siz nechanchi maktab? Keling, 5-sinf. Yana bitta qiz bola. Kim chiqadi? Bormi? Nechanchi maktabsiz? Ko'ramiz do'stlar. Keling. Farq yo'q. Siz ham 19 mi? Sizni? 39. Yaxshi. Hozir o'yin o'ynaymiz. Tez aytishni bilasizlar-a? Hozir men tez aytishni aytaman. Har kimga 2 ta imkoniyat beriladi. Kim 5 marta aytsa, o'yinimizga g'olib bo'ladi. Tayyormisizlar? Birinchi bo'lib kimlar? O'g'il bolalardan boshlaymiz. Ha? Hurmati bor? Sizlardan boshlaymiz buni. Yo'q, sizlar ham hurmat bor, kelinglar. Eng birinchi o'zimiz sizdan boshlaymiz, gang. Adingiz kim edi? Shahboz. Shahbozbek. Hozir tez aytishadi, ammo 5 marta aytib berishingiz kerak, lekin 2 marta imkoniyat beriladi. Ikkisidan birisini aytib berishingiz kerak. Kelishdikmi? Sizlar ham tayyorlanib turinglar. Tayyormisiz? Bu bog'cha boshqa bog'cha 5 marta aytish kerak. Bu bog'cha boshqa bog'cha 5 marta. 2 marta imkoniyat beriladi. Bu bog'cha boshqa bog'cha. Tayyormi? Boshladi. Qani? Bu boshqa bog'cha, bu boshqa bog'cha. Hop, boshqa bo'lib ketdi-ku. Oxirgi imkoniyatingiz bor. Bu bog'cha boshqa bog'cha. Tez 5 marta. Tayyormi? Bu bog'cha boshqa bog'cha. Qani? Bu boshqa bog'cha. Boshqa? Voy, malades, rahmat. Keling, siz adingiz kim edi? Reyemboy. Bu bog'cha boshqa bog'cha. 5 marta aytish kerak. 2 dona imkoniyatingiz bor. Tayyormisiz? Qani, boshladi. Ketdi. Bu boshqa. Bu boshqa. Bog'cha neyda qoldi? Rahmat. Bu bog'cha boshqa bog'cha. Ikkinchi imkoniyat. Tayyormisiz? Bu boshqa deb ketmang yana. Hamma yer boshqa bo'lib ketdi. Tayyormi? Bu bog'cha boshqa bog'cha. Qani? Bu boshqa. Voy, malades, rahmat. Sizlar ham boshlaymiz endi, keling. Adingiz kim? Muhayyo. Bu bog'cha boshqa bog'cha. Qani, tayyormisiz? Tezda chaqqan bo'ladi, aytadi. Boshqa. Rahmat. Bu bog'cha aldirak keling. Bu bog'cha boshqa bog'cha. Tayyormi? Ikkinchi imkoniyat. Ketdi. Bu bog'cha boshqa bog'cha, bu bog'cha boshqa bog'cha, bu bog'cha boshqa bog'cha, bu bog'cha boshqa bog'cha, bu bog'cha boshqa bog'cha. Qarsi bo'lsam, barakalla. Rahmat. Siz nechanchi? 39 mi? Ismingiz kim? Xosiyatay. Yaxshi. Bu bog'cha boshqa bog'cha. 2 marta imkoniyat beriladi. Shularni birisini aytishingiz kerak. 5 tani aytib berasiz. Ketma-ket. Tayyormisiz? Bu bog'cha boshqa bog'cha ketdi. Bu boshqa. Voy, malades, rahmat. Boshqa bo'lib ketdi bu. Yana bir oxirgi imkoniyatingiz. Bu bog'cha boshqa bog'cha. Tayyormisiz? Boshladi. Bu boshqa, bu boshqa bog'cha, bu boshqa boshqa, bu boshqa bog'cha. Voy, rahmat. Bu o'ldi bu bog'cha. Bu boshqa bog'cha, bu siz boshqa bog'cha aytdingiz. Rahmat. Sizlar o'tirib olinglar. Shu qizimiz bilan bellashadigan o'quvchilar bormi? Nechanchi sinfsiz? 4-sinfda bellashadi. Sizmi? Nechanchi sinf? Siz, Jekson. Nechanchi sinf? Siz nechanchi sinf? 4. Qaysi maktab? 14. 14. Baholarim 4mi?
5 mi? Voy, malades. Tayyormisiz? Yaxshi, yaqin aka. Lekin bu tez aytishimiz boshqasi aytiladi. Yashasin Sasha 5 marta aytish kerak. Tayyormisiz? Yashasin Sasha 5 marta aytish kerak. 2 marta imkoniyat. Tayyormi? Boshladik. Yashasin Sasha, yashasin Sasha. Voy, rahmat. Sasha deng. Ikkinchi imkoniyat. Yashasin Sasha. Qani? Yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha. Ey, yashasin deb ketdingiz siz. Rahmat. Siz endi o'yinimizda g'olib bo'ldi. Agar shunamdasangiz, bularni mutaz. Yashasin Sasha 5 marta aytish kerak. Yashasin Sasha. Qani? Yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin. Yana bir imkoniyat berasiz. Tayyormisiz? Yashasin Sasha. Chuqur nafas oling. Tayyormi? Yiqilib qolmang yana. Yashasin Sasha. Bu tarafga qarab turamiz. Qani, ketdi. Yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha. Chiroyli qarisinglar bo'lsin. Rahmat. O'tirib olinglar. O'yin siz nechanchi maktab edi? 5-son. 5-son maktab. 4-sinf o'quvchisi Muhayyaxon o'yinimizda g'olib bo'ldi. Chiroyli qarisinglar bo'lsin. Barakalloh. O'tirib oling.
G'ofurjon, Inomjon, eshitishimizlar salomatlik tilaymiz. Sevgili sababli sahnamizga yana bir san'atkorimiz Odilbek Sobirovni taklif qilamiz. Görüp durulmaz. 2 andam kensep oldu, 5 andam oldu. Taşkarada. Keyin sızma ola işte sümelek piştirdi. Uda kalsa sümelek giyişi ona tayyor bo'ladi dediler. Bayram devam etiveradi geçelim. Uda kalsa keseydi. Hemen nersa bana deyildi. Ailevi aylanıp keseydi. Hoş geldin yalnız gel yalnız Sokmuşlar ya Hoş geldin yendi gönlüm hoş geldin yalnız Şurayı şuradan kopmuşlar ya Acayip korkulayım, ne yapıyor? Gelir kazanıda kaynar sumalak Harbinde taşıda bir arzu tilak Bırak uyganar yürek Assalam yanki gün assalam navruz Şuhan esnaflar kururum arım Bugün sanmayız yaşlar diyarım Uzbekistan benim ben gülbaharım Hoş geldin hoş geldin Hoş geldin yendi gönlüm hoş geldin Yalnız bu dostluğun boşanıp geçmek sana Hoş geldin yendi gönlüm hoş geldin Yalnız gelmez yanlış tabiat Hoş geldin yendi gönlüm hoş geldin Yalnız kirayı şuradan kapmışlar ya Ankamızın taze hakimi geldi ya dostlar. Sağ salamatçılığınızsız. Yaşa. Ahmet sizin işlerinize muvaffakiyet diliyorum. Gördün mü? Olsun. Bayram bilen başlandı. Hemen aşkı Ankara'ya koyulgan hemen kulağına aşkıyla becerilir. Geçiğinden Kuday Allah Teala sizi tebrikler. Elimiz yurtumuzu tebrikler. Nasip roza kutlu. Bayram mübarek. Nasip kılsın bir iştirak konuşalım. Yaxşı. Yaxşı. Bayramdan sonra hamma ishga rahmat sana. Birinchi o'rinni kim oldi shunda? Cevdetlik aldılar. Assalomu alaykum. Bayramlar bilan mayisda. Assalomu alaykum. Diplomga?
Ben de yamak dinle. Rahmet gel arkadaşlar. Ben tamamı Bir anda sümelekleriniz pişip tuttu. Kuday kalsa şunu an diyor böyle değil mi? Hakim bu. Sata selamı. Cesur.
Yine Xudo xolasa dostlar görüp duvarlarınızda Navroz bayramımızdan özünü kayasına yetip vardı. Bizler hem şöyle indi sevlen hayırlaşamız. Keyingi yakşı günlerde, bayramlarda, toy tamaşalarda uçuşlar sağ selamet olsa. Kanalımızda yangi bolsanız kanala abone olup bir daha like basıp koşun unutmayın. İlahim şu yurtumuzda şimdi yakşı günler köp olsun.